Sizlarga o'zimiz tajribamizdan kelib chiqib, hozir olgan Jasik apparatlarimiz haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Ko'rib turganingizlar, ERC 480 modeli bo'lib, bu faqat elektrosvarka uchun olganmiz, ya'ni elektrod yordamida svarka qilganimizda bu apparatdan foydalanamiz. Apparatimizni ustunlik taraflaridan biri 220 voltda o'zi 220 voltga mo'ljallangan, lekin 160 voltda ham o'zini yaxshi ko'rsatib bera oladi. Svarkalaringiz cho'k chiroyli chiqadi. 2 li elektroddan boshlab 5 li elektrodgacha bemalol svarka. Hozir turganimiz MiG 200 modeli. Bu zanglamaydigan metallar uchun xarid qilgandik, ya'ni atsinkovka metallar uchun. Asosan avtomobil glushitellarini varid qilishga, svarka qilishga bu apparatni ishlatamiz. Bu ham 2 fazali invertorning pastda turgan bizning chempionimiz MiG 300 modeli bo'lib, bu ham invertorning asosiy ishlarni u apparatda bajaramiz. U 3 fazali lepqirlarni 3 qismlari, ularni svarka qilganda yoki qazadigan kovshlarni svarka qilishda listlari juda ham qalin bo'ladi. O'shalarni bemalol svarka qiladi. Bu apparat har tomonlama o'zini to'liq ko'rsatib bera oladi. Yana qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa sizlarga ulashishga harakat qilamiz. Bizda hali Jasik apparatini boshqa modellari ham bor.